Yarına sonun gidip gitti. Bunaqa qilmasingiz aka, nima aytibman? Aqling yo'q. Nima ish qilayotganingni bilyapsanmi? O'zi bilaman nima ish qilayotgan. Yaxshi ish qildim deb o'ylaysanmi hozir? Ajrashaman. Odamlar oldida yurishga ham yo'laman. Kasaldan bosh chiqmaydi. Shunaqa degan, otasini uyida kasalmas edi. Seni uyingga kelib kasal bo'ldi. Otasini uyida guliydi. Bu yerga kelib yoqmay qoldimi? Bunga kim aybdor? Bunga sen aybdor. Boshqasini sevib qo'yamdan keyin uylanaman deb. Jahlingiz ko'p bo'lsa, uyda bitta bo'lsa ham xotiningiz bo'lardi. Rahmatli ayolimni sevganim uchun boshqasi bilan oila qurmadim. Tashagan lokat sizga keldi. Ichkariga kira ol. Ha. Uyi topib berganingizga foiz ham olarsiz. Yo'q singlim, men Fayzli Vodiy bozor Telegram kanalining asoschisiman. Biz sotilgan uy uchun foiz olmaymiz. Biz faqat Telegram hamda Instagram kanalimizga e'lon qo'yib berganimiz uchun xizmatini olamiz xolos. Bo'larkan-u. Bizga ma'qul. Keldingmi ukam? Nima chaqiringiz tinchlikmi? Tanishinglar, kelingiz Zulxumor. Siz? Iya, sizlar bir-biringlarni taniysizlarmi? Yo'q. Shunchaki bir-ikki kun oldin ortimdan yurgandilar. Nimani qilsan? Aka, men shu qizga uylanmoqchi edim. Yo, nimalar deyapsan? Sani chirigan kobaltingdan boshqa nimang bor? Mashhur ekanmi qo'sha-qo'sha mashinalari, kompaniyalari. Bundan tashqari, menga Fayzli Vodiy bozordan mahrga uy olib beryaptilar. Ey! Nima? Ukam, iting senga qarab urishni boshladimi? Demak, uni kimdir boqyapti. Endi tushungandirsan, uyingdagi haloling turib, ko'chadagi axlat titib yurganing.